Albatta azizlar, mana hozir o'zinglar ko'rib turganlarda roppa-rosa 1 oy oldingi videoda va hozirgi holatda o'zinglar ko'ringlar, mana guvoh bo'linglar. Inshaalloh mana hozir natijalarimiz yaxshi, albatta akamiz o'rnidan turyapti. Bu narsa birdaniga bo'lib ketmaydi, albatta sekin-sekin rivojlanishlar bo'ladi. Mana aziz birodarlar, bugun biz inshaalloh Muftohidin akani operatsiyani yakunlab Hindistondan, Dehlidan Toshkentga keldik. Albatta hozir mana Toshkentda bizni Ayıldız umra safaridagi akalarimiz hozir kutishib oldi, mehmon qilib inshaalloh. Barchalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Xudo xolasa shunday mana saxovatli ishlarda sababchi bo'lyapti. Allohga shukr, mana bugun Qirg'izistondan ukamiz Suzodan Hindistondan operatsiyadan kelishibdi. Mana biz ham ozgina savob umidida shu kutib olib, ular bilan birgalikda ham suhbat bo'ldik. Alloh taolo shifo bergan rost bo'lsin. Hammalarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin xizmatingizdan. Mana azizlar, inshaalloh Muftohidin akamiz, ya'ni Hindistonga borib operatsiyalar o'tkazildi. Inshaalloh hozir mana yaxshi natijalar bilan hozir o'zini uyida, o'zini xonadonida. Xudo xolasa bu akamizga juda ko'plagan jamoatlar, juda ko'plagan fondlar befarq bo'lmadi. Albatta Suzo jamoati, hamda Kumushaziz jamoati, Al-Hadiya fondi jamoati va yana Suzo mahalla, Xo'ja mahalla jamoatlari befarq bo'lmadi. Hamda shular qatori mana Suzodan 84-yilgi akalarimiz jo'rasi bilan ham befarq bo'lmadi inshaalloh. Barchalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Xudo xolasa mana dardni beradigan ham, shifoni beradigan ham Alloh taolo. Bizdan sababi, mana sababini qildik. Inshaalloh hammamiz birlashib harakat qildik. Hozirgi kunda juda chiroyli natijalarga erishdik. Xudo xolasa biz Hindistonga borib operatsiya bo'lib keldik. Ahvolimiz yaxshi. Juda xursandmiz. Shu ukam aytgan hamma jamoatlarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Ahvolimiz yaxshi, xursand. Uyimizga kelib oldik. Albatta akalar, o'zingizlar ko'rib turganlaridek mana bir oilada juda katta xursandchilik. Sizlardan iltimos qilamiz, inshaalloh kelinglar, bu ishimizni to'xtatmaylik. Kelinglar, bu ishimizni davom etaylik. Yana qanchalagan murojaatlar ko'payyapti. Barchalardan Alloh taolo rozi bo'lsin, hamisha birgalikda bo'laylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, mana bundan 1 oy muqaddam shu ukamizni Hindistonga jo'nataylik deb shunga Suzo jamoati, ko'pchiliklar bilan, mo'min musulmonlar bilan, shahardan aka-ukalarimiz bilan, mana Kumusazizdan, haligi 84-yilgi ukalarimiz bilan hammamiz birgalikda mana shu ukamizni bir Hindistonga olib borib operatsiya qildirib kelaylik degan bir maqsad oldimizga qo'ygan edik. Alloh taolaga hamd sanolar bo'lsin. Mana shu ukamizni mana operatsiyalar qildirib inshaalloh o'zgarishlar juda katta. Xudo xolasa mana o'zlarining uyiga kelib o'tiribdi. Inshaalloh bundan keyingi Xudo xolasa rejalarimizga mana shu jamoat, Al-Hadiya, Suzo jamoati, Kumushaziz, barcha mana shu ukamizga yordam bergan jamoatlar bundan keyin ham Xudo xolasa qolgangi boshqa oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga hammalashib birgalashib harakat qilsak, inshaalloh ko'pchilik juda ko'p katta muammolarga yetsak bo'ladi ekan. Mana ukamiz ham Xudo xolasa o'zlaridan so'radik, qanday o'zgarishlar bormi desak, aka o'zgarishlar bor. Xudo xolasa oyoqlar ham mana harakatga kelib, ancha katta o'zgarishlar bo'lyapti inshaalloh.